Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasininki hurmatli ko'rmanlari. Bugungi Pidoylar ekranidagi Qur'ondan nazar programmamizda monopol qilingan siyosat degan temani to'xtalamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Assalomu rahmatulloh. Qanday ahvollarda chimatullomi? Yaxshi, Pidoy qarindishimizmi yaxshi turibdi. Qisqacha mazmunda bir nima qilib o'tay. Her haftada birden devam kılıvatkan Kur'an'da Nezer namlı programının 88. sanıda bugün monopol kılınan siyaset toğrusida toxtalib o'tamiz. Xabaringlarda bo'lgandek, Uyg'ur jamiyatida e'tiqod har qandaq narsani va har qandaq sohani monopol qilib olgan. Uyg'ur madaniyati, urf-odati, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, xususiy va ilmiy qatlamlargacha monopol qilib olingan. Jumladan, dinchilar siyosatni e'tiqod bilan, mazhablar bilan, ibodat bilan, musulmonlik va g'ayri-musulmonlik qatorliqlar bilan monopol qilib keldi va kelyotidi. Lekin Qur'onga asosan siyosat ichki jihatdan adolat ostidagi barobarlikni va tashqi jihatdan davlat va millatning oliy manfaatini asos qiladi. Bu nuqtani ko'radigan holda bugun ustoz endi bu yaqinqi 5-6 programda deb kelyapmiz. O'zlari nihoyat yaxshi ichib so'zlab berdilar. O'sha hamma narsani e'tiqod, iymon, e'tiqod nuqtasini qarab turib o'lchab olishga bo'lmaydi. Islom unga da'vat qilmaydi dedilar. Shunga chetishlik avvalkim. Qani marhamat, sizdan tinshayli. Qur'ondan nazarning 88-qismi monopol qilingan siyosatni. Assalomu alaykum. Dunyoning qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammanglarniki har vaqt xayrli bo'lsin. Biz yuqorgi programmaning ichida siyosat haqida to'xtalgan. Shuningdan biraqor monopol qilingan taraflarni az bir qismini anlatgan bo'lsak-mu, lekin ko'p tarafining o'zini anlatib bo'lolmagan. Hozir yana to'liq bo'lmasa-mu, bir qism yana anlatılmagan yana bir qism tarafining o'zini anlatishni muvofiq ko'rdik. Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida siyosat ikki turga bo'linadi. Birinchi ichki siyosat, ya'ni davlatning ichidagi siyosat bo'ladi. O davlatning ichidagi siyosatda butun o'zi davlat fuqarolari qaysi din, qaysi mazhab va qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar o'xshash muomalaga uchrashi lozim. Ya'ni ma'mur xodimlar, davlat o'zi rahbarlari, prezidentdan tortib hammasi butun fuqarolarga o'xshash muomala qilish. Uning diniga qarab emas, yoki mazhabiga qarab emas, yoki millatiga qarab emas, insonlik nuqtasidan hammasi o'xshash inson va hammasi mush davlatning o'xshash fuqarosi degan holatda o'xshash muomala qilish lozim. Qur'ondagi bekitilgan, ya'ni ichki siyosat mushundoq. Buningda misol shu fuqarolarning ichida yordamga ehtiyojli bo'lgan kishilar bo'lsa, mayli u qandoq dinni, qaysi dindan bo'lishini qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, shu davlatning fuqarosi bo'ladi-ki, uningga o'zi yordamga ehtiyojli bo'lgan insonlarning har qandoqqa o'xshash holatda yordam qilish, qonunda belgilangan bo'yicha yordam qilish bu o'zi bekitilgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda musulmonlarga yordam qilindi yoki mu'minlarga yordam qilindi. Qolgan o'zi kofirlarga, Yahud nasoraga yordam qilinmaydi deydigan bundaq o'zi biror ibora yo'q. Bu yordam, ya'ni davlatniki o'zi umumiy insonlarga, ya'ni shu yerdagi yordamga ehtiyoji bo'lgan odamlar kim bo'lishiga qat'iy nazar, uningga o'zi belgilangan bo'yicha o'xshash yordam qilish bu belgilangan. Qonun oldida degan vaqtda qonun oldidami har qanday fuqaro, ya'ni shu davlatniki fuqarolari qaysi dinda bo'lsin, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida haq-huquqi o'xshash darajada qo'g'dildi va jazolanadigan ish bo'lsa-mu o'xshash jazolandi. Ya'ni
bir mu'min birisi o'zi jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uningga o'tkazgan jinoyatining o'ziga oz jazo berib, boshqa yahudi yoki nasara yoki kofir, ya'ni mushrik bo'lgan bo'lsa, uningga o'zi og'ir jazo beradigan mundaq qoida Qur'oni Karimda aslo yo'q. Ya'ni qilgan jinoyat ishi, ya'ni qanchalik og'irlikda bo'lsa, shu og'irlikqa qarata jazoni berish bu Qur'oni Karim bekitgan bir o'zi prinsip. Ya'ni u yerda aslo o dinchilik qilish, millatchilik qilish, ya'ni davlatning ichida yoki mazhabchilik qilish orqali boshqa dindagi, boshqa mazhabdagi yoki boshqa millatga ziyon soladigan yoki uningga jazoni og'ir beradigan mundaq ishlarning bo'lishini Qur'oni Karim qattiq cheklaydi. Endi davlatning ichida. Hamda bu haqda yana Qur'onda nurg'ulg'an oyatlar bor. Misol Kafirun surasi butunlay shu to'g'riliq tushirilgan sura. Misol Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'budun ma a'budu va la ana a'budu ma a'badtum va la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum valiya din degan mana shuning o'zi har odam o'ziniki diniy e'tiqodiga o'zi amal qilishi nazar tutildi. Ya'ni bundan ma'lum bo'ldiki, bütün dindikilarniki dini haq-huquqlari, ya'ni e'tiqodiy haq-huquqlarniki hammasi qo'g'dildi, o'xshash holat qo'g'dildi. Iymon keltirgan mu'minlarniki qo'g'dilib, qolgan kofirlarniki yoki boshqa o'zi nimaga mazhabga e'tiqod qiladigan yoki boshqa millatniki diniy e'tiqodiga hujum qiladigan va uni kamsitadigan yoki uningga o'zi zarar beradigan mundaq ishlarni qilish bu o'zi Qur'oni Karimda cheklangan bir ish. Ya'ni bir davlatning ichida, misol Turkiya davlatining misolga olsak, u davlat ichida mu'minlari bor, ya'ni Allohga ishonadigan, ishonmaydiganlari bor, yahudisi bor, nasarasi bor, buddistlari bor, misol nurg'unlagan har xil zardushlari bor degandek, nurg'unlagan dinga e'tiqod qilgan insonlar bor. O e'tiqodning hammasi shu insonlarning o'zining shaxsiy ishi hisoblanadi va davlatniki qonunlarga ularniki bo'ysunish mukallafiyati bor. Ya'ni ular davlatning qonuniga qat'iy bo'ysunish kerak. Bo'ysunib, bojni to'lab joyida qilgan bo'lsa, ularning haq-huquqlari, ya'ni mol-mulki, jenining o'zini qo'g'dash davlatniki vazifasi bo'ladi. Hech bir vaqt Allohga ishongan, ya'ni mu'minlarniki haq-huquqlarini qo'g'dishimiz bizga farz yoki bizning ustimizga vazifa. Qolganlarnikini o'zi qo'g'dimsa ham bo'ladi yoki qo'g'disa ham sal bo'sharoq qo'g'disa ham bo'ladi deydigan mundaq qoida prinsip aslo Qur'oni Karimda mavjud emas. Ya'ni bütün har qanday diniy e'tiqoddagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar insonlik nuqtasidan, haq-huquq, ya'ni adolat nuqtasidan hammasiga adil muomala qilish, haq-huquqlarga to'liq kafolatlik qilish va ularga agar yordamga ehtiyoji bo'lsa, hammasiga o'xshash holatda qiyinchilik uchirganlarga to'g'ri holatda yordam qilish bu o'zi Qur'oni Karim bekitgan eng o'zi muhim prinsiplar. Ya'ni davlatchilik prinsipining ichidagi eng o'zi muhim prinsip. Ya'ni davlatchilikda adolat bilan barobarlikning o'zini asos qiladi. Qur'oni Karim davlatniki fuqarolari barliq fuqarolar haq-huquqda barobar va adolat oldida barobar shunday o'zi muomala qilinish Qur'oni Karimniki ko'rsatgan eng o'zi asosli prinsiplarniki birisi, ya'ni davlatchilik nemisida. Yana o'zi Qur'oni Karim sura Baqarniki 256-oyatida la ikraha fid-din qad tabayyana rushdu minal g'ay faman yakfur bit-taghuti va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wusqa la infisama laha vallahu samiun alim degan mush oyatning o'zidimi bir dindagi insonlarni yana bir dinga o'zi majburlash yoki dindan chiqishga majburlash, hozirgi Xitoyniki siyosatga o'xshash, islom dinidan chiqib ketishga majburlashga o'xshash shunday qiliqlarni qilish Qur'oni Karimda cheklandi. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida insonlarniki diniy e'tiqodiga, ya'ni e'tiqodiy o'z ishlariga davlatniki arilishi tamoman cheklandi. Hech qanday bir davlat xodimlari
o insonlarniki e'tiqodi qarta ish berish, e'tiqodi qarta jazolash va e'tiqodi qarta yordam berishga o'xshash yoki e'tiqodi qarta o'zi uni xizmatga o'rinlashtirishga o'xshash bundaq ishlarni qilish tamoman cheklandi. Ya'ni u o'zi Allohga, payg'ambarga ishonadigan bir mo'min, taqvo bir mo'min kishi ekan, uning o'zini ma'u davlatning raisi qilayli. O'zi namoz o'qimaydigan yoki dinga ishonmaydigan bir odam ekan, uning o'zini davlatning raisi qilsak bo'lmaydi degan bundaq ishlar Qur'oni Karimda cheklandi. Kim davlatning raisi bo'lishga salohiyat to'shsa, davlatni to'g'ri boshqarishga iqtidor egasi bo'lsa, uni davlatning beshiga akilish Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Ya'ni o'zi Qur'onda omonatni ahliga berish degan mavzuda to'xtalgan vaqtda buni bir qora deb o'tdik. Ya'ni omonat degani davlatni so'rashdan iborat bu omonatning o'zini kim to'g'ri tutib, davlatni to'g'ri o'zi yetaklab mang'alasa, xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatib mang'alasa va davlatni o'zi xalqaro siyosat va har sohada qutqizib mang'alaydigan bir iqtidor egasi bo'lsa, xalqqa to'g'ri yo'l boshlay oladigan iqtidor egasi bo'lsa, u vaqtda nima degan vaqtda davlatniki raislikka shu odamning o'zini saylash davlat fuqarolarining vazifasi bo'ldi. Ya'ni uniki iymon e'tiqodi qarab, uning o'zini davlatniki raislik saylash Qur'oni Karimda belgilanmagan. Yana o'zi Sura An'amdagi 108-oyatida "Vala tasubbul-lazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmin" degan mush oyatning o'zidimi bir dindagi insonlar, ya'ni davlat shundoq o'zi muhim bir vazifani ustiga olish kerakki, ikki dindagi insonlar bir-birining diniga hujum qilishga yo'l qo'ymaslik. Yoki ikki shaxsiy bo'lishdan qat'iy nazar, ikki dindagi insonlarniki bir-biriga hujum qilish, bir-birining diniga haqorat qilish va kaza ishlarga yo'l qo'ymaslik. Agar uni shunday qilgan taqdirda uni jinoyat o'tkazgan holatda o'zi nim qilib, uni jazo berish bu o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l. Ya'ni hech bir inson, yana bir insonniki e'tiqodiga aralish haqqi, huquqi bo'lmaydi. Qur'oni Karimda buning o'zini ko'rsatdi. Hamda dinning o'zini, e'tiqodiy sohaning o'zini tashviq qilish, tabliq qilish bu bo'ladi. Ya'ni har qanday bir diniy olim Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga, kitoblarga ishonish degandek buning o'zini har xil ilmiy usulda tushuntirib, o'tirib qo'yish bu haqqi bor. Chunki Qur'oni Karimda e'tiqodi erkinlik va so'z erkinlikdan iborat bu ikki erkinlik bor. Ammo aslo yana bir insonning o'zini men to'g'rini so'zlayapman, sen mushuning o'zini qabul qilishing kerak deb u e'tiqodning o'zini tengish va u e'tiqodga zo'rlash, majburlash aslo o'zi haqqi bo'lmaydi. Xohlasa uning o'zini qabul qilish, xohlamasa qabul qilmaslik, u shu qabul qiluvchiniki o'ziniki ishi hisoblandi. Bu vaqtda Sura Kahfniki 29-oyatida "Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradiquha ve iyyestagisu yugasu bima'in kelmuhli yeşvil vucuh bi'sa şarab ve sa'at murtafaqa" degan mush oyatning o'zida sen haqni so'zla. Haqni deganning o'zi haqni haqiqati bilan, dalil isbotlari bilan qo'yib insonlarni qoyil qildik seviye bilan so'zla degan gap. Ya'ni mush Qur'onni ko'rsatib qo'yib, mush Qur'oni Karim haq kitob, mushunga ishonishinglar kerak, andaq-mandaq deb yurishga hojat yo'q. Qur'oni Karimning ichidagi narsalarning o'zini, oyatlarning o'zini yaxshi tushuntirib insonlarga uning dalil isbotlarini yaxshi qo'yib, o'zi insonlarga tushuntirish u diniy olimlarning vazifasi. Lekin uningga ishonguchi xolisa ishonish, xolis ishonmaslik u ishonguchining o'zining shaxsiy ishi. Ammo men haqni so'zladim, sen mush narsaga ishonmasang bo'lmaydi, deyishga aslo bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karim buni cheklaydi. Ya'ni demak, Qur'oni Karimda davlatning ichidagi fuqarolarga berilgan huquq nima degan vaqtda so'zlash huquqi berildi, lekin o'zi so'zlagan narsaga boshqalarni majburlash yoki boshqalarniki so'zlaganiga haqorat qilish yoki uning o'zini ayiblash huquqi berilmaydi.
u vaqtda nima bo'ladi degan vaqtda, u vaqtda boshqalarniki haq huquqqa tajovuz qilgan bo'ladi. U o'z jinoyat o'tkazgan bo'ldi. Davlat uning o'zini jazolash huquqi bo'ldi. Hech bo'lmasa ayplash yoki iqtisod jazo, eg'ir bo'lsa turm jazosi, o'xshash har xil jazolarning o'zini qilgan, ya'ni o'tkazgan jinoyatniki eg'ir yeniq qarta jazolash bo'ladi. Jazolaydi hukumat. Ya'ni shundaq o'zi huquqlarni hukumatga Alloh taolo bergan. Bu haqda Alloh taolo Sura Niso'ning 5-oyatida inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi litahkuma beynen nasi bima arakallah ve la takun lil hainin hasima degan oyatda shuni belgilaydi yani. Mushada o'zi mu'minlarning orasida hukm qilgan chaqda haq bilan hukm qil. Yoki bo'lmaydi kofirlarning orasida hukm qilgan chaqda haq bilan hukm qil demasdan insonlarning orasida. Yani kim bo'lishini qat'i nazar, qaysi e'tiqod, qandaq e'tiqod va qaysi millat bo'lishini qat'i nazar, uning o'zi o kishiga hukm chiqargan vaqtida haq bilan, ya'ni adolat bilan o'zi hukm qilishning o'zini Alloh taolo mushada bo'ryapti yani. Demak, bu yerda sotchilar, ya'ni davlatning sotda ishlaydigan insonlar bo'ladi. Bu sotchilarning o'zi hukm chiqargan vaqtida uniki diniy e'tiqodi qaramaslik va millati qaramasdan uniki qilgan ish harakatiga, ya'ni o'tkazgan jinoyatga qarash. Qur'oni Karim mana buni tavsiya qiladi, buningga boradi. Asla o'zi uniki shaxsiyatiga qarab hukm chiqarishga bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karimning ichidagi ichki siyosatning o'zida mushu narsalar belgilandi, qonun jihatdan mushundaq narsalar belgilandi. Asla o'zi bir millatga yoki bir dindagi insonlarga yaqinchilik qilib, boshqa din va boshqa millatga jiroq turib muomala qiladigan bundaq ishlarga yo'l qo'ymaydi Qur'oni Karim. Siyosiy jihatda butun o'zi davlat fuqarosiga o'xshash musofat turib siyosat qilish bu Qur'oni Karim belgilagan siyosatning o'zi nemasi endi. Siyosatni qanday tutishniki bir ko'rsatmasi. İkinchisi, yani siyaset ikki turli deb buruntat deb kelyapmiz uni. İkincisi tashqi siyoset. Tashqi siyoset bo'lib, o tashqi siyosatda asla o'zi millat, din, mazhab nima qilinmaydi, maqsad qilinmaydi. Palani millat bilan biz o'zi tashqi siyosatda mandaq o'tishimiz lozim yoki pustan dindagi insonlar bilan yoki pustan mazhabdagi insonlar bilan yoki davlat bilan biz mandaq yaxshi o'tishimiz lozim. Mandaq o'zi palani o'zi e'tiqoddagi insonlar bilan yoki davlat bilan biz o'zi yomon o'tishimiz lozim degan bundaq bir narsa Qur'oni Karimda asla o'zi belgilanmagan. Belgilangan narsa nima degan vaqtda davlatning oliy manfaatini chiqish qilish. Davlatniki va millatning oliy manfaatini chiqish qilish belgilangan Qur'oni Karimda. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davlatning oliy manfaatini chiqish qilmasdan u yerda millatchilik yoki masalan bizda bor bu shu halqi Türkiye milletinden panatlaydigan yoki olmaydi musulmon millatlar, musulmon mamlakat deb atilib qolgan ashlarning o'zi ashlarning yordamiga erishishni maqsad qiladigan bundaq narsalar bor. Bu yerdagi Qur'on nima deydi degan vaqtda tashqi siyosatda faqatla millat va davlatniki oliy manfaatini asos qilish qilib siyosat qilishning o'zini bo'raydi. Endi Qur'oni Karimda ko'rsatilgan siyosat mana shu ikki turga bo'lindi yuqorqidek. Bu nihoyat o'z amaliyotga uyg'un ham insonlarniki ishlarining o'zini, ya'ni siyosatdagi yo'llarini to'g'ri o'z yo'ritib bera oladi bu. Misol davlatning ichida shunday siyosat qilgan vaqtda boy degandek hamma odamga barobar muomala qilish. Har butun fuqaroni davlatniki fuqarosi va huquqni o'xshash deb muomala qilish bu nihoyat davlatning ichidagi bütün fuqarolarniki o'rtaq o'z nemasiga himoyasiga erishkili bo'ladigan millatni o'rtaq bir yerda bir gavda qilib tutib turishga asos soladigan nihoyat yaxshi bir o'zi nima endi yo'l. Tashqi siyosatdimi nihoyat keng doirada shunday yo'lni ochib o'tishlik u nima degan vaqtda davlatning oliy manfaat. Chunki tashqi siyosatda boshqa davlatlarga adil bo'lsa,
adil bolmasaň bolmaýdy. Andaq mandaq dep digil olmaýdy. Nemişe diýen wagtda o taşky sırtky çykkandykenla o başga döwletniň puhrasyga o prezidentlikime kuch yetmeýdi. Onuň gepi ötmeýdi. Undaq bolgandeken faqatla özüniň işini kılıp başgalarnyň işine arlaşmay bu ýerde döwletniň menfaatini asas kılış o Qur'an-ı Kerimde belgilengen belgileme. Yani moşu boýunça manqa wagtda o döwletni sorguly boludy, döwletni kurguly boludy, kandak adam bilen muamele kılışma naýaty enik boludy yani. Endi an'anawi dinde ço digen wagtda an'anawi dinde yani hazırkı an'anawi din digenimiz endi mene moşu kitapny asas kılgan din. Yani özü Hidaye deyimiz ma kitapnyň özüne. Yen birisi var Şervaqay deydi. Mene moşu kitaplarny asas kılgan. Bu kitapnyki özü asas menbäsi işkital öz ayetini yazıp koygan bolsa 10 tal rawayetni nähli keltirip aşındaq asasan rawayetke onundaki Araplynyki kona Peygamber Aleyhisselam peygamber boluşynyň aldydyki Araplarnyň kona dinini asas kılgan bir özü kitaplaryndy. Yani moş kitapny moşu öz an'anawi dinniň asasy men moş an'anawi dinge asasen içki siyaset kandaq ep berildi. Digen wagtda içki siyasetini kandaq özü ep beriş, yani kandaq monopol kılış işleri mene moşuň bilen oturağa çykdy. İçki siyasetde dini itiqadqa, mezhepke, milletke qarap muamele kılış belgilenген. Yani asla özü bütün özü bir döwletniň içinde her xil dini itiqadki her insanlar ve her xil millet yaşaýan bir döwlet Türkiye bir döwletni misalga alsak, aýndaq bir döwletniň içinde prezident bolsa, misal Allah'a işengen, yani peygamberge işengen, yani mu'min deymiz de mana şu wagtda. Onuň mu'min takwa bir mu'min boluş gerek. Bundaq näsle yazılgan. Yani bu kitapdaki nemisde ba aşyň hemmesi ba. Aşo körwasy boludy, nim kıldyganlar. Bunyň özü meşhur bir kitap. Hidaye dese hemmeden bildi bunu. Maş uqalnyň asasy hemmesi bildi. Onuki mezhebi qarap, onuki özü milleti qarap işqi eliş, işqi urunlaşdyryş yoki hökümetniki bir özü memur urunlaryga urunlaşdyryş, yani şu itiqad ve milleti qarap urunlaşdyryş evjep ketken, yani şunu asas kılgan. Mesela tehi aldymyzda ötüp ketdi şu Beşar Esad degeniň özü aşymy özü Alevi taýpyge mensup adamke aş hakimiyet beşiği bütünley özüneki mezhebi terpideki insanların özüne urunlaştırgan. Toktapda bu döwlet mançı milyon insanlar yaşayan bir döwlet. Bu döwletde bütün öz insanlar okşaş hukuk ege demezsin. Aşağıda özüneki mezhebi ve özünün kabilesi terpideki insanlarını hukuk urunlaştırgan. Şunun bilen o döwlet men hazırkı wagtda milyon insanların beşiği çıkan bir döwlet bolup kaldı endi. Saudi Arabistan'da maçtak. Saudi Arabistan'da mı şu padişahınki kabilesi terfi olan insanlar cıkarak aşındak özü hukuka uğurlaşıdığan asasen şu asas hukukun aşıla tutudu mesela. O halgan insan o berip hukuka erişemaydı mesela. Şununki layakatlik bir adam bolsa mı, şu hukuka layakatlik adam bolsa mı gerçi. Ama o başka mezhep ya başka kabilden bu kalsa uğurlaşamaydı. Mesela nimeden özdümü ma o Pakistan'da mı Pakistan İslam Cumhuriyeti degendeki aşı başka dindeki Hristiyanlığın bakıyada şunçilik yaxşı okuyan Hristiyanlı olsa mı o Hristiyanlığın hukukunu bir tiyin onu aşınayet töven işqi saladı eken hemde. Onu ki salayeti qarta, onu ki bilimi qançilik, o bilim bilen dövletin qandaq meselelerini hal qılı oldu. O qançilik öz dövlet payda yetkizi alaydı, ondaq näsini hesap qanmasdan o Hristiyan bulup qalğanlygy üçin yoki Ahmediye Müslüman cemaat diyen bir cemaat var. Aşındaq bulup qalğanlygy üçin o özü başqa töven tabaqadaki adam hesaplandı eken. Hatta ki Müslümanlığın düşmeni qatarı hesaplandı eken. Aşına olan öz ola töven işlağa selindi eken. Misal Abdusalam dep Pakistan'da ötken meşhur bir fizika alimi.
biz uniki Uyg'urcha tarjima qilingan kitobni o'qigan. Mushu Roshan Abbosniki otasi Abbos Burxonlar o'sha odamlar bilan ko'rishgan kishi ekan misol. Shu atomning parchalanish sohasidagi narsani o'tirib qo'ygan odam. Nobel mukofotiga erishgan. Faqat u odamning o'zi Ahmadiyya musulmon jamoatidan bo'lib qolganligi uchun uning o'zi Pokistonda undaq imtiyozlarga ega bo'lolmagan. U Pokiston to'xta bu o'zi Pokiston fuqarosi biz bundan davlatga foydalanishimiz kerak. Bu odamdan nurg'un foydalana olamiz. Bolalarimizni o'qitishimiz lozim va davlatga nurg'un foyda erishimiz lozim deb uning yaxshi xizmatini bermay, shundaq o'zi uning mazhabi boshqa bo'lganligi uchun uni yaxshi bir xizmatga o'rinlashtirmagan. Hozirgi islom mamlakatlari deganlarning hammasi nima degan vaqtda xizmatga salohiyatli odamni izlamasdan, salohiyati to'shmasimi, uning mazhabi qaysi bo'lishi kerak, uniki millati qaysi bo'lishi kerak va uning qabilasi kim bo'lishi kerak. Ani surishti qildi. Qur'on nima deydi degan vaqtda Qur'oni Karim uniki salohiyati, shu ishni qila oladigan salohiyatga ega bo'lishi kerak. Buning o'zini belgilagan Qur'oni Karim. Ammo atalmış musulmon mamlakatlarda degan vaqtda ular o'zi uniki iymoni mustahkam bo'lishi kerak, taqvo bo'lishi kerak deganga o'xshash shundaq nadiki Qur'oni Karim asos qilmagan narsalarni o'tirib qo'yib olib, undan keyin o'zi bu davlatlarning taraqqiyotiga to'sal bo'lgan ishlar o'tirib chiqmoqda. Yana o'zi bu nimada an'anaviy dinning o'zida boj oldigan vaqtida bojning o'zini ahli kitoblardan, majuslardan, butparastlardan boj elini deb belgilangan. Men bu kitobda men necha kundan beri ko'rib bu kitobning o'zini, shundan o'zi uni hammani oldim. Ammo burun o'qigan bu kitobni men shuning uchun yana qayta shu kitobning o'zini qo'limga olib, shu halisning o'zini tepib boshini yezib qo'ydim bu yerga. Yani ehli kitaplardan, mecuslardan, butperestlerden baş elindi o. Lekin Arap müşriklerden çoğu, Arap murtatlerden çoğu diye vaqtda ulardan elinmaydı. Görmemde? Arap bu qağalık için onundan elinmaydı. Nima için? Onundan elinmaydı diye vaqtda. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap tili düşken. Onun için o Araplar ulug' bir milletmiş. Onun için onundan özü baş elinmaymış. O kafir olsun baş elinmaydı ki mesela. Bu nima degan bo'ldi endi? Bu nedik adalet oldu? Demek milletçilik bilen İslamdaki siyasi öz tarafının özüne monopol qilib olgan Araplar. Onun için biz yuqorqi burunqi programmada jiq uni deb o'tdik. Araplar boshqa millatlarning o'zini mavali deb qaraydi. Qur'onning shu kitoblarda mavali degan o'zi mavzular var. Mavali degan nima desa, qul degan ma'noni bildirdi. Yani Arap bo'lmagan bütün millatlarning o'zini mavali degan kategoriyaga kirdirib turib, uni Araplarning quli deb o'tirib, uni o'zi e'tiqodniki, yana shu Arapniki o'zining e'tiqodniki, shu Arabdan boshqa insonlar Araplarning quli degan e'tiqodni o'ziga singdirib turib, shu e'tiqodniki monopol qilib olgan. Qur'onningki o'zi nimasini tamoman o'zgartirib o'tgan bular. Yana o'zi bir odam islomga kirsa 2 yilgacha, ya'ni Arab bo'lmagan bir odam islomga kirgan bo'lsa, islomni qabul qilgan bo'lsa yoki mu'min bo'lgan bo'lsa, iymon etgan bo'lsa, bu yerda islomga kirdi degan so'z nima degan vaqtida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb o'zi iymon etgan odamni ko'rsatmoqchi endi. Iymon etgan bo'lsa, u mu'min bo'ldi. Uningga 2 yilgacha boj to'lamaydi, 2 yildan keyin to'laydi. Arab bo'lmaganligi uchun. Yani mushundaq o'zi narsalarni bekitgan Arablar. Yani Arab bo'lmagan millat mayli o'zi iymon etsin, mayli etmasin, u baribir boj to'laydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u mavali. O Arablarning chakalari degan gap endi. Yana
bir adam imandan yenip alsa 3 güngacha ona möhlet berildi. 3 günden keyin oniki o adam imani qaytib kelsa, onu özü öldürülmeydi. Eğer imani qaytib kelmesi dese, o öldürüldü. Eğer o adamdaki yani öldürülgen vaqtda onun meli hükümet tarafından özü musadir kılındı. Ya ko'may urug' tuqqanlari bo'lsa, yani musulmon urug' tuqqanlarga uniki mollarini bo'lib berildi. Agar u urug' tuqqanning ichida bir qism kafir urug' tuqqanlar bo'lgan bo'lsa, uning hech narsa berilmaydi. Eğer o imandan yenip olgan adam, yani bir adam şu imandan yenip olgandan keyin uni bir adam o'zi o'ltirib etgan bo'lsa, ko'chadagi bir sarangdan bir chiqib, "Ma imandan yenibdi" deb o'ltirib etgan bo'lsa, uni o'zi gunohkor deb hisoblanmaydi. U o'ltirib atgan odam. Mana mundaq o'z qoidalar bekitilgan buningga. Qur'oni Karimda nima deydi desa, dinda zo'rlash yo'q. Dini yani e'tiqod erkinligi Qur'oni Karim tamamen berilgan. "Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur" degan. Yani halisi işensin, halimiz işenmesin dese, bu o'zi kitapta nima deydi desa, onun o'ziniki ideologiyasi bilan monopol qilib turib, o'zi tamamen o halis işensin, halimiz işenmesin degan ep tashlab turib, ishonsa majbur, ishonmasang o'lim. Shuning uchun bizniki ajdodlarimiz islomni qabul qilgan vaqtda, iymonni qabul qilgan vaqtida qanday qilgan deganda, millatimizniki yerimi shu o'zi iymonni qabul qilmaganligi uchun o'ltirilib ketgan. Yani milyonlagan insonlar shu vaqtda behuda o'ltirilib ketgan. Mesela hozirgi vaqtida, shu degan vaqtda, hozirgi vaqtda Saudiya Arabistonda bir odam chet eldan berib, masalan bizning vatandan bir odam Saudiya Arabistonga berib turma desa, o odam o'zi iqomat edish kerakki, o iqomatning o'zini shu bir arabning o'zini kepil qilib turib oldigan gap. O arabga davomli pul to'laydigan gap, har oylik uchun pul to'laydigan gap. O hozirgachilik shu mavali o'zi nemasining o'zini, qoidasining o'zini, mavali degan o'zi shu tuzumning o'zini ishlatayotgan gap. Ya'ni sirtdan kelgan ajam deydi hamda boshqa millat Saudiya Arabistonga berib turma desa, bir arabniki chakiri, quli altida bo'lib turib, uniki himoyasida o nima turadigan gap. Xalqa vaqtda o arabning o'zi uni o iqomatni bekor qilib chiqarib etishga chiqarib atalaydi degan gap. Manda holatda. Yani Saudiya Arabistondagi biz butun dunyoda o'zi musulmonlik eng yaxshisi deb hisoblaydigan shu musulmonlar qilayotgan ish mana shu. U asla Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan bir yo'l yani. Qur'oni Karimda yig'ilgan zakotdan, yani bojdan ehtiyojli odamga berildi. Yani ehtiyojli odam, yani yordamga ehtiyoji bor odam, qaysi din, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, ehtiyojli bo'lsa, hukumat uning berish, o hukumatning ustidagi vazifa. Ham buni degan vaqtda, buni faqat musulmonlarga berildi. G'ayrimuslim bo'lsa, ochqib o'laversin. Bunda holatdagi tuzumlar bekitilgan. Shuning uchun bu yerda nima deydi desa, kafirlarniki melni, hatto bir tal tukunish bo'lsa-mu hisob deb Yevropaga kelib, Yevropada har davlatlarda yashayotganlar ichidagi bir qism saranglar berib o'zi bir narsani tiqishtirib, nimadan do'kondan bir narsani tiqishtirib o'g'irlab chiqib ketadigan shunday o'zi ishlar mush Uyg'urlarning ichida yuz beriklik. Çünkü o'qigan kitobi mush o'qigandan keyin shunday qiladigan gap endi. Yana bir degan vaqtida yana musulmon nima hokimiyat, yani islom hokimiyati
iymon etmagan insonlarning hammasini dushman deb tonish bekitilgan. Musulmon bo'lmagan davlatlarning hammasini Darul Harb deb qaraydi. Hozirgacha shunday qaraydi. Shu mo'lulniki hammasi degandek ashta qaraydi. Darul Harb deb qaraydi. Dushman bir o'zi davlatlar deb qaraydi. U mayli uniga hujum qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, qat'iy nazar, uniki o'zi iymon etmaganligi, uniki dushmanliginiki ifodasi qatorida hisoblanadi. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karim kim sana hujum qilsa, o sening dushmaning. Kim sana hujum qilsa, o hujum qiluvchi mayli kafir bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, mayli nasara bo'lsin, mayli o'zi musulmon bo'lsin, ya'ni mu'min bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o sana hujum qilgan davlat o seniki dushmaning. Misol bizning vatanni misol olsak, vatanga hozir Xitoy hujum qilib kirdi, o bizning dushmanimiz. Agar biz mustaqillikni elib qilgandan keyin o bizning vatanga Afg'onistonning Talibanlari hujum qilgan vaqtda u bizning dushmanimiz bo'lardi o'xshashlar. U o'zi shariat bilan hukm qilyapmiz, oqchi ko'kchi deb o'tirib o'zini mu'min, taqvo mu'min sanagan bo'lsa-mu, lekin u bizniki vatanimizga tajovuz qilganligi uchun u bizning dushmanimiz hisoblanaverdi. Ya'ni uniki mazhabi, millati yoki diniy e'tiqodi kim bo'lishidan qat'iy nazar dushmanni belgilash uniki e'tiqodiga yoki millati qaratilmaydi. Faqat uniki dushmanlik nazariyasi bilan uning hujum qilmasligi bilan belgilandi. Ya'ni kimki uni besilish nimasida uni hujum qilgan bo'lsa, zot hujum qiluvchi yaxshi niyatda hujum qilmaydi. Unda bo'lgandan keyin u hujum qilgan davlat uniki o'zi dushman bo'lib hisoblandi. Uning qarshi taqobil turish, uning qarshi kurash qilish u hujum uchirg'uchi davlatniki vazifasi bo'lib qaraldi. Endi mushundaq qilish orqali, ya'ni hozirgi mo'lliniki selayotgan zini nima degan vaqtda zini mana mushu iboralar, mushu hidoyatlardagi, sharva qoidadagi mushu iboralarga qarab turib, iymon keltirmaganlarning hammasi dushman degan mana mushu narsani asos qilib insonlarga, ya'ni xalqimizga so'zlaganligi uchun xalqimiz nima deydi degan vaqtda, ya'ni o'zi iymon etmagan, mu'min bo'lmagan insonlarning hammasining o'zini dushman qatori sanoqliq va shu qatorda siyosatni ashtaq etmaylik. Mana mushu o'zi e'tiqodniki, mushu ko'z qarashniki qulub ketishlik va mushu ko'z qarash bilan insonlarimizni monopol qilib olaylik. Va mush sababdan nima bo'ladi degan vaqtda haqiqiy dushmanimiz bo'lgan, vatanimizga tajovuz qilib kirgan, xalqimizni o'ltirayotgan, o'zimizniki o'zi Uyg'ur kimligini o'zi yo'q qilishga hujum qilayotgan, mushu o'zi bizniki ashaddiy dushmanimizdan kurash nishonining o'zini butunlay o'zi boshqa tarafga burab, boshqa bir insonlarni dushman qilib ko'rsatish orqali bizni ko'rishimizga, ya'ni milliy mustaqillik ko'rishimizga nihoyat ig'ir ziyonlarni keltirib chiqaryapti. Misol, hozir mushu Afg'oniston, Suriyadagi qarindoshlarning o'zi o'tganda biz so'zlabdi. Endi Suriyadagi urush tugadi, ham buningdek urushning o'zi Makka, Madina va Qudus qarab bo'larmish. Odamning haqqi bormi u yersiniki? Nima ish qilganligi uchun sen u yerga borasiz misol. Seniki qildigan ishing vatanda Xitoy qarshi qilishing kerak. Uningdan boshqa bizning hech qanday dushmanimiz yo'q dunyoda. O dushman bizga yetib eshib ketyapti hozirgi vaqtda. Seniki u yerga berib o g'arb qarshi urush qildigan yoki arabliga o'zi qarshi urush qilib butun o'z insoniyatga Uyg'ur deganning o'zini yo'qotib tegishli millatga deydigan holatga kelishing o'zi millatning oldida nihoyat cho'ng jinoyat o'tkazganligining xoinlik qilganligidan boshqa narsa emas. Yana bir qism mollalar Qur'oni Karimda Yahud, Nasara, Majusi va mushrik degan bu ismlar va Xitoy deganniki ismi yo'q. Undaq bo'lgandan keyin u Qur'onda ularning ismi bo'lmagandan keyin Xitoyniki, o Xitoy bizniki dushmanimiz emas, o'sha Yahud, Nasara, o'sha Majusilar, o'sha bizning dushmanimiz deb millatni mandaq o'zi qaymoqtirayotgan sharafsiz mollalarmi mavjud aramizda. Bu gapning o'zini hech qaytim deyil, lekin
Muşundaq özü milletni muşu nim bilen muş Qur'oni Kerimdeki biz bir qism atalgılarni suiistemal qilish orqali milletni özü başqa bir insonlarga qarshi kurash qilishga targ'ib qilish va millatni kallasini ashundaq monopol qilish orqali millatni ozdirish ishlari nihoyat og'ir yuz bermoqda millatimizning orasida. Uludan nima ish Va qiladi bu deysiz? nima bu ko'z qarashlar millatniki ya'ni millatimizniki haqiqiy dushman kim o? Misol millat nima haqiqiy dushmanning o'zini to'g'ri tuniyanmaslik, to'g'ri tuniyanmaslik va millatning o'zini tamoman o'zi boshqa bir xalta ko'chiga, boshqa bir xato yo'lga boshlab qo'yishdek bundaq bir ishning o'zini o'tirg'a chiqarmoqda. Millatimiz ashuna bo'lib tamtirab, hozirgi vaqtda o'zining dushmani ayri qilib qilib, paloniya jihad vaka desa, aşağı berib o'z xudi jannat kirdigandek, shundaq o'zi arzu armonlar bilan meng'liq. O'tganda masalan Suriyaning urushi boshlangan vaqtida shu nimaniki Turkiyada nurg'un odamning ketganligini angladik misol. Aşağı berib o'lsa jannat kirdiganligini his qilib ketayotgan odamlar. Uning o'zi tashviq qilayotgan bir qism molla bor. Bu mollalarmi shu Xitoyniki yantayga bo'lib millatni yo'qotish uchun Xitoy bilan bir saf turib o'zi Allah'ın desmi isteyip durup başına özü Xitayga yardım beriyotgan milletimizin yok kılış için öz hesap koşuyotgan münafıklar var aramızda. Kur'an insanlarını insanlıkta birlik kirişini, insanlıkta birlik kiriş ve insanlıkta birbirini hürmetleş, yaşaş ve dini itikat sebebinden birbirini düşman tutmaslık, qatarlık işler borsa, prensipler borsa, bizniki bu dini sahadaki insanlar, yani moşundaq kigiz kitaplarındaki sebebi bilen o insanlarımızın qandaq qılıp dese, onu itikat sebeplik birbirine düşman tutuş. Hazırki vaqtda misal Şarqiy Türkistan İslam Partiyasi deb quribdi partiyasining o'zini. Endi u yerda misal İslam deganlikdan endi la ilaha illalloh degan o'zi odam bo'lish kerak demakchi endi. Unda iymon demak İslamning o'zini iymonning o'rnida ishlatdi. Namoz o'qiydigan odam bo'lish kerak. Bizdagi millatimiz yo'q degan vaqtda u millatning ichida nurg'un odamlar unda xalqi iman deganni bilmaydigan holat bo'lib ketdik. Hozir masalan cho'ng'iyotganlar texim bilmaydi. Boshqa dinga kirib olganlar bor. Ularning o'zi nima degan vaqtda ularning o'zini dushman holatiga ekib qo'yganlik. Onun uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda dini e'tiqod sabablik bir-birini dushman holatiga ekilish, dushman tutish bu Qur'oni Karim qattiq cheklagan narsa. Buning o'zini dini e'tiqod sabablik dushman tutish bilan monopol qilib milletimizni qaymoqtirayotgan insonlar nihoyat ko'p. Bu o'zi Qur'oni Karimga tamoman zid. Qur'oni Karimga o'zi Qur'oni Karim qattiq cheklagan bir narsa. Shuning uchun bu bizniki shu nimadimi? Masalan Qur'onga asosan davlatchilik degan mavzudimi bir qurmoshni deb o'tdik. Bundaq o'z gaplarga yana dini sebeplik, yani dini sebeplik deganimiz e'tiqod sebeplik, yani e'tiqod sebeplik düşman tutush ishlarini o'zini tamoman tashlash va unutib ketish, har odamniki e'tiqodi o'zining shaxsiy ishi deb tunish bu o'zi Qur'oni Karimdagi nihoyat bizga ko'rsatgan to'g'ri bir o'zi yo'li. Yani biz shunday qilgan vaqtda hammadan bir chiqisha olamiz. U qas maziyati bizning ishimiz yo'q. Namoz o'qimamda uning bilan ishimiz yo'q. U Sharq Turkistonliklar bo'lsa, Xitoylar bo'lmasa, Sharq Turkistonliklar bo'lsa, uning bilan o'z bir saf turib, biz o'zi vatanimizni ozod qilish, o'zimizniki majburiyati va Alloh taolo buyurgan bir farz. Buni qilmasdan biz mazhabni ichiga kirib olib, e'tiqodni ichiga kirib olib, har narsaga e'tiqod bilan qarab, u odam Allohga ishonamdi, ishonmamdi, u odam namoz o'qimamdi, u odam ro'za tutmamdi deb bu. Buning o'zini asos qilib turib, insonlarning o'zini bundaq tanlash, unda qilmaganlarning o'zini o'ziga dushman hisoblash,
bu Qur'oni Karimda qattiq cheklangan bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi siyosatni bundaq ko'z qarashlar bilan monopol qilib olish, o Qur'oni Karimga tamoman o'z xiloflik qilganlik, Qur'oni Karim qarshi chiqqanlik deb hisoblandi. Shuning uchun bu so'zlayotgan insonlarniki gapini birinchi to'g'ri xatolikqa diqqat qilishimiz lozim. Ikkinchi amaliy hayotga sepib qilishimiz lozim. Amaliy bu dunyoning o'zida u narsa aqamda aqmamdi. Hozir ashlarni deyotgan gibi dunyoda aqamda aqmamdi misol. Bunga diqqat qilishimiz lozim. Qur'oni Karimdagi bütün oyatlarning o'zini amaliyat bilan, ya'ni insoniyatniki dunyoda qilayotgan ish harakatlari bilan tarjim qilib ko'rishimiz lozim. Shu vaqtda Qur'oni Karim insonlarniki so'z harakatlarining o'zini qandaq o'z tushuntirib berdi, qandaq to'g'ri ish qilgan bo'lamiz, qandaq to'g'ri so'zlagan bo'lamiz. Buni Qur'oni Karim bizga belgilab beradi degan gap. Shuning uchun bu yerda oxirida dinchilarniki bu siyoset sohasidagi masalalarni, siyosatni tamoman shu e'tiqod bilan monopol qilib olgan taraflarga millatimiz ko'p berilib ketmaslik kerak. Millat bütün o'zi Sharqiy Turkiston xalqining o'zini o'rtaq o'z bir insonlik nuqtasida bir o'zi nim qilish, tushunish va insonlik nuqtasidan ularning o'ziga muomala qilish, uniki shaxsiy ishlar deganimiz, yani e'tiqodiy ishlarga, namoz o'qish, o'qimaslik ishlariga aralashmaslik, uning o'zi Xudo va u odamning o'zining shaxsiy ishi, jamiyatning orasidagi ish emas deb tushunish va jamiyatning orasida, jamiyat degan vaqtda Sharq Turkiston xalqi jamiyatniki orasida faqat o'z insonlik nuqtasidan bir millat yoki bir xalq bo'lish nuqtasidan qarash va shu sohada o'zi birlashish va shu birlik bilan düşmanımızga qarshi kurash qilish, bu bizni g'albaga olib boradigan bir nihoyat yaxshi bir yo'l. Ya'ni biz u yerda mazhabni, millatni har xil bizni oramizdami, misol Sharq Turkiston xalqining orasida Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar, yana Tatarlar degandek xalajik o'zi 13 millat bizni vatanda nim qiladi. Shuning ichida faqat bizning dushmanimiz nima degan vaqtda Xitoy. Xitoydan boshqa hamma o'zi Sharq Turkiston xalqining hammasi o'rtaq o'zi murni taraf bir millat biz. Deb o'tirib, o'sha vatanda hammamizning o'rtaq haqqi bor. Ashani ozod qilish hammamizning o'rtaq vazifasi va majburiyati va Alloh taolo buyurgan bir farz. Deb o'tirib, biz hammamiz o'rtaq o'zi bir kuchga aylanib kurash qilish, mana bu Qur'oni Karim ko'rsatgan siyosat. Agar uning sirtiga chiqib mazhabchilikni bazaga solsak, dinchilikni bazaga solsak, bu o'zi qat'iy bo'lmaydi. Buning orqali millatniki bu yo'lidagi siyosatni monopol qilib olish, bu nihoyat og'ir bir jinoyat hisoblandi va og'ir bir xatolik. Millatning oldida xoinlik, Allohning oldida o'zi bir jinoyatchi, xiyonatchi bo'lib hisoblandi bunday odamlar. Xo'sh. Allah razı olsun. Belki emdelikle bizdeki Arap yoki başka millette bizim düşmanımız emas ya garip ya küçük. Bizimki birden bir düşmanımız Xitay dese, bular Xitay Kur'an-ı Kerim'de Xitay deb yozig'liq emas, uningda shu Yahudi, Nasara deb yozig'liq. Shunga ular bizning dushmanimiz, ular Allohning dushmani bo'lgandan keyin, biz ularniki tabiiy musulmon bo'lgandan keyin biz uning dushmani bo'lib ketamiz, biz shuning dushmani. Ular bizning dushmanimizda, mana dushman tutadi. Buni nima deydi? Albatta, u yerdagi narsa nima degan vaqtida u yerda Alloh taolo u kofirlarni, Yahud Nasoralarni mening dushmanim degan yami yo'q. Chunki Allohga dushman bo'la oladigan bir maxluq yo'q dunyoda. Dushman deganning o'zi bizning oldimizga misol bir kala ya eshak yoki bir tunguz olsun, qısa ash tunguz mening dushmanim, kala ya eshak mening dushmanim demaymiz. Nimishqa degan vaqtda u bizga dushmanlik yaramaydi.
Onun özü Qur'an açıp gömüp mengesi birini assak, o bizim aldığımızga Qur'an götürüp kelenmaydı. Unda olganki o bizim düşmanımız emas. Onu yırtquş dep qaraydı şoňa bizde. Hem bu düşman degan nima degan vaqtda özümüz bilan teng seviyadagi bir iqtidor egasi bo'lgan insonlar kelgan vaqtda u bizning dushmanimiz bo'la oladi. İnsanlar qanday qilib Allohning dushmani bo'ldi? Qur'oni Karimda aduvalloh degan so'zning oxirida va aduvakum degan oyat bor. Bu nima degan bo'ldi? Ya'ni sizlarning dushmaningiz degan gap bo'yadi narsa. Bu Allah'ın düşmanı ne dese Allah karşı bir ok etip Allah'ınki öz erşisinin özünü işgal kılma dep yürüyen bir insanı tasavvur kılmaymiz. Çünkü Allah'a ok atıdığan, Allah bilen özü sokuşuduğan undaq bir mahluk hiçbir yer yok. O mümkün emas. Undaq olgadı ki Allah'ın düşmanı hesaplanmaydı o adamda. Allah düşman buluş o asla mümkün emas. Biz kulluk nimesinde beyimince neslen düşendügen Allah'ın kulu degan ibare qarta Allah'ın kulu oluşmu Allah bilan teng iqtidorli insonlar Allah kul bo'la oladi. Allah bilan teng iqtidorda hech qanday bir maxluq yo'q. Anda bo'lgandiki o nima degan vaqtda Allah'ın mülki. Allah Taala onu bütün kainat mening mülküm dedi. Unda bo'lgandiki kafirmi Allah'ın mülki, Allah yaratgan bir maxluq, Yahud Nasaram Allah yaratgan maxluq, o asla öz Allah'ınki düşman olamaydı. Düşman deganning o'zi o'xshash iqtidordagi maxluq bir-birisiga hujum qilgan vaqtda dushman bo'ldi. Misol. Shuning uchun bu yerdagi bizning dushmanimiz nima desa, u boshqa davlatdan kirib olgan yovtingizlar yoki shir yo'lboslar bizning dushmanimiz emas. U yer dushman nima degan vaqtda biz teng iqtidordagi bir inson sifatidagi Xitoy. U bizning dushmanimiz. Ya'ni bir yerga bir boshqa davlatdan beqotan o'zi bir Yavtunguzlu kirse düşman kirdi demeydi hiç qanday bir devlet. Mesela Amerika'ga, Meksika'dan minglagan özü bir Yavtunguzlar kirse, ay Meksika'dan düşmanlık kirdi dep qaramaydı. Beymet Yavtunguzlar kirdi deydi. Vaqt kes etyapti, vaqt kes qo'yadi. Ammo Meksikaliklar Qur'onni ko'tarib ay kirgan vaqtida, u nima deydi degan vaqtida, endi düşman kirdi deydi. Shuning uchun Allohga düşman bo'lish o insonga asla mumkin emas. İnsan bo'lsin, perişte olsun, kainat her qandaq narsa Allah'a düşman bulamaydı. Çünkü o Allah'a düşman buluş iqtidorga ega emas. Şunun için o düşmanlık seviyesini bilish lazım. Biz odatda mesela mana hozir yangi tug'ilgan yoki bir 2-3 oylik bo'lgan bir bolaning o'zi aslında düşman desa men qandaq u menga düşman bo'ldi. Yani Kur'an düşman hisoblayman. yani Kur'an'da Xitoy deb yozmasimi o hatta Allah'ın düşmanı, yani sizlerin düşmanı degan oyatlarda mi? O halaqi Yahudi Hristiyan bo'lib qolganlik uchun Allah'ın düşmanı bizning düşmanimizga aylanib qolmaydi. Ular halaqi tinchlikni amalga oshiradigan sulhlarni, shartnomalarni yirtib tashlab bu musulmonlarninki qurgan nimasiga ya Medine'deki Müslüman hem Yahudi hem Hristiyanlar birleşip koyan hem dinsizm var da onun içinde. Şu devletin tiştiğine karşı çıkanlar şuna mı ya? Şu tüpeyle değil mi? Ayında buludu. Elbette. O Yahud Nasara'da o yer kösetkin nime dese Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam'ın hakimiyeti karşı çıkan insanlar şu yerdeki Yahud Nasara olgan. Şu yerdeki Yahudlar ve şu yerdeki Mekke müşrikler olgan. Onun için o Peygamber Aleyhisselam'a aşı san karşı çıkıvatkan aşı Yahudlar, aşağıdaki müşrikler, aşısının düşmanının aşının karşı köreş kıl deyiklik. O bizge nemini gösterdi diye vaxtda Peygamber'e karşı çıkan insanlar, Peygamber'in hakimiyetine karşı çıkan insanlar, o hakimiyet düşman boğan bolsa, bizgi çoğu diye vaxtda bu Mekke müşrikleri, bu Yahud Nasara bizning vatanimizda besib olgani yo'q. Bizning vatanimizni kim besib oldi? Bizga kim qarshi chiqdi? Xitoy. Unda bo'lgandan bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz uni tatbiq qilgan vaqtda aniq chiqib turdi. Payg'ambar qarshi chiqqan o insonlar, qarshi turgan insonlar o dushman bo'lgan bo'lsa, bizga qarshi turgan, bizning yoshimizga hatto qarshi turayotgan dushman kim degan vaqtda Xitoy. Demakki Xitoy bizning dushmanimiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bundaq masalalarni tatbiqlashnimi bu nihoyat yaxshi bilish kerak. Bir yerda o'zi bir
Allah'a işindiğin bir insanlarga ya başka bir insanlar düşman bolgan bolsa, onu men mi Allah'a işinetdim, aşının özü mening mi düşmanımke dep tunuş o butlay hata. O şu adamın düşmanı. Mesela Palestinlikni misal alsak, Palestinlik bilen öz İsrail ikisi bir-birsine uruş kıldı. Kandikin o İsrail'le o Palestinlik'in düşmanı. Ama İsrail ki bizim vatanımızga ok atqını yok. Ya Uygurlarga özü ziyankeşlik qılgını yok. Hatta ki Birleşken Devletler Teşkilatı'da da Uygurlar taraf turuyordu Yahudiler. Unda qo'ygandiki u bizning asla düşmanımız emas. Hatta ki u bizning strategik bir o'rtog'imiz desek ham bo'ladi ba'zi vaqtida. Uni hech bir zaman biz o'zi bizni vatanga hujum qilmagandan keyin uni biz dushman deyishimizga asla bo'lmaydi. Bizning dushmanimiz nima degan vaqtida ashunda ma'lum bo'ldiki bizning dushmanimiz Xitoy ekan. Xitoydan boshqa hech qanday bir dushmanimiz yo'q. Ham bo'lishimi ortiqcha bir ish. Bizga urg'atlik bir insonlarga u besh batman dushmanning asla keragi yo'q. Yani zalimninki yoki mazlumninki millati, dini yoki shu bunda ayırmaymizlar. Eğer kim kimga zulm qilgan bo'lsa, zulm qilishning o'zi xato. Bu Albatta. to'g'ri. Zalim kim bo'lsa, mazlumning dushmani shu degan gap. Misalda bizga zulm qilayotgan Xitoy, unda qo'yganda bizning dushmanimiz Xitoy degan gap. Bu yerda bizga hujum qilib, Qur'onda "Fatadu alayhim bimisli ma atada alaykum" degan oyatlar bor. Nurg'u yerda bor bu. Bunda oyatlarga qaragan vaqtda nima degan vaqtda sizlarga kim hujum qilgan bo'lsa, sizni kim besib olgan bo'lsa, kim ziyankesh qilsa, shu sizning dushmaningiz degandan keyin buni da bizga aniq chiqib turdi endi. Bu yer Suriyaga kelib boshqa bir millatga qarshi o'q etishga hech qanday hojat yo'q. Tamam, bu yerda askarlikni o'rgansin, qurol etishni o'rgansin, yasashni o'rgansin. Eyvallah, ularning o'zi hammasi zodi nayt yaxshi bir ish. Ammo u yerda sen o yaxshini qilib, undan keyin u yerda sening dushmaning bo'lmagan insonlarga qarshi turish, uning qarshi o'q etish, o butunlay o'zi bu xato bir ish. Ya'ni o'zi Uyg'ur millatiga qilgan bir ziyonkashlik. Nima uchun degan vaqtda u qilgan ishing butun Uyg'urga vakolatan bo'lgan bir ish, Uyg'urni dushman tutishga, Uyg'urni u millatga ham dushman qilishga so'rab borgan bir narsa. Uni u vaqtda nima bo'ldi? Uyg'urning millatning dushmani ko'paydi degan gap. Bir tal dushmanda endi Xitoy, unda ikki dushmanga, uch dushmanga aylandi u vaqtda. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda dushmanni to'g'ri tunish nihoyatda muhim va uni to'g'ri o'zi muomala qilish, to'g'ri qarshi turish, to'g'ri kurash qilish uningdan muhim bir narsa. Yani sen zalimni yo'qitaman deb, yine o'zing zalim bo'lsang bo'lmaydi, shundaqmi? Albatta. Zulm qilsang bo'lmaydi. Keyin boshqalar seni shu men zulm qildi deb yine sen qarshi turgan gap. Men haqli deb shu. Allah razı olsun. Gerçi şu Kur'an-ı Kerim'de Xitoy deb yozmagan bo'lsa-mu, shu zalim o bizni mustamlik qilib olganlik uchun o bizning dushmanimiz ekanligi aniq. Hatto shu qarindoshlarning ishida mayli tog'dagi bo'lsin, bog'dagi bo'lsin yoki men siyosat qilyapman deganlar bo'lsin, mushular bir-biriga shu narsani aniq qilib bo'lolmay, bildirib bo'lolmay yerib shu. Nima ish degan chog'da hamma narsani e'tiqod, iymon nuqtasidan, shu rujakdan qarab qilg'achqa o'zlarining ichidagi bo'limchilikmi shu. Yani onun itikadı bilen yine birisinin itikadı okşamaydı. Birisi belki Vahabiydi, yine birisi Selefiydi, Kurallık Selefiydi, yine birisi Sufiydi hem de şu. Muşunlar da geldi. Ya o şu itikat nimelerini asas kılığa açık bulanatlar işlerken bu fakatlam sırtkı diplomatik münasebetlik emez. Özümüzün içindeki mi? Tinchlikni amalga oshirish, birlikni amalga oshirishda belki muhim nuqta ekan. Allah razı olsun. Evet. Ahmetjon bizniki dinchilarning o'zi Qur'oni Karimni mushundaq o'zi Qur'oni Karimda bo'lmagan ideologiyalar bilan monopol qilish orqali millatimizga Qur'oni Karimdagi to'g'ri bir o'zi siyosatni boshqa bir narsaga aylantirib, millatimizni o'zi boshqa bir narsaga, boshqa bir millatlarga yoki qarshi qo'yish orqali Xitoyniki neniga yog' surkaydigan mundaq o'zi ishlarni qiliqliq. Bu nihoyatda o'zi ig'ir bir jinoyat bu.
Şoň gatty hoşar boluşypyz gerekki. Ahmetcan, sual biňäs barmy daş? Elbette. Sen özen toğru adam bol diyen gep bu Kur'an'daki o prensipço. Sen özen toğru adam bol, başkalarına toğru muamele kıl. Boldu. Şu sana yetedi diyen gep. Sırtka nimka vaxtıda. E, Bu kadar yani güzel de yani. Bunu bizden başka milletler kılıp mesela. Mesela Elbette. üzüneki Palestin'de kutkuzuş üçün mesela Xitay'ın kompartiya bilen görüşüyordu. Ýa-da Suriýa şundaq, başga döwletler şundaq da. Nimişga Hı, taşky siýasetde şu menpäet asas kıldy. Elbette her evet. kanda bir döwlet üzüni güçlendirişini oýlaýdy-da. Hı. Mesela hazırkı vaxtıda Suriye'de şu kıyırdaşlarımız duruyordu. Allah saklasın ama bir günse şu Suriye hükümet Suriye devletine menfaat gerek yok kadar Xitay onunla şu 10 bin Uygur'unu bəse boğdak derecede bir öz payını berip kalgan vaxtıda o Suriye hükümeti onu setip atmaydı da hiç kim garanti kılamaydı. Burunqı vaxtıda kalaymıqançılık bağ vaxtıda ular özüneki kimligini saklap tura alaydı. Kalaymıqançılık davam kılgan bolsa ular korallarını tutup tura algan boladı. Hem bunu da geçiyor hakimiyet müstehkemlengen sırı kulduk koral hemiz ketidi. Çünkü koralını koyup koysa o yerde hakimiyet karşı çıkıdığına işte çıkıdı. Hakimiyet özüneki hatırcam tiniş bir cemiyetini berpa kılış için o kuldu koralının özünü birbirlep yıkıp aldıgan gep. Yıkıp algandakin o yerde yaşıgıl koyamdı koymamdı. Bu yerdeki mesele bu yani. O yerde pasportunu berip sen öz Suriye'deki işler kançı häs koşupsa da pasportunu berse o vaqtda Allah razı olsun deymiz. Eğer pasportunu vermey, Xitay bilen ýeňiçide sözleşip, Xitaydan pul öndürmede bu Uygurlarni desmi selip kıldığa şop kap kalsa, Türkiye çeğip desmi sewatydy misal. O vaqtda bu gyryndaşlarymyzyň haly naýaty harap halatga ötülgen gep. O İslam döwleti dep aýa göre we jihad kılgan kişi kılgan işleriň hemmesi toýdy o wagtda. Şonuň üçin bunyň özüni aldyna ala bir perklendiriş, bu sahada ança-munça baş gatyryş naýat ýaxşy. Ölsek cennet kiremiz dep cennet kirem, cehennem kirem de onu bilmeydi adette. Onun özüge dikkat kılış lazım bundaq işlarga. Men şu Suriýede 2006, 7, 8, 2008 tugdum 2 ýyl şu. Şu wagtyň özünde Suriýede tugulyp çoň bolgan Kürt balla bar şu, Kürtler. Hı, Hiç karşılığı kimlik bermeydi-de o çagda şu. O evet. kimliksiz biri insanlara ispatlayanmaydı zaten şu. O derecede hem de. Bunundaki yanında işte bolmamdy bu, digil olmaydı-da. Maqatyme Elbette. çykyp atkalyş biremele gedem ülepdim şu. Gaýtadan ýene Ya, kalaýmakanlyşyp ýer şu. Bunuň üçin kin kanda bolady iş kılıp katty guşar bolmasak iş çatakyn şu. doğru. Ahmetcan gibi tügmeli men tatyp aldymmy? Hı, hı, boldy. Meýlanda bolsa kiler kysanyň temisi barmy ýa-da onuňkin ilan kılamdyk? Ba emma nimede arlykda elan kılymyz Hudaýym bolsa. Meýli meýli. Hı, Allah razı olsun. Naýat ýaxşy boldy. Hemde bu welaky temisi gaýtylanyp galdy dep garamaý halkymyz. Ýene gaýtadan tınşap baksa tehimi ýaxşy bolady. Biz mäli bir edemniň özümizdiň milletini bölgünçi kılışı ortaga çykkan bir edem emesmizçi. Pekatlam hı. birlik tehimi ýaxşy bolsa eken, düşmünimizni azaýsak eken diýen maksatda kılıp atymyz. Allah sizden razı olsun. Bugünkü Kur'andan nazar 88-nji kysym monopol kılıngan siyaset diýen program işe tügün boldy. Allah razı olsun ustaz.
yana bir 89 qismda monopol qilingan yana boshqa temalar ustida to'xtalamiz. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum Yok, va rahmatullohi barakatuh. Ramazoninglar